Deja rostdan emas, jentrani tekinga beraverasizmi? Cobalt'ni ko'rding, shundoqga beraverdi. Gentrani ham shundoq bepulga beraveramiz, bolam. Qanaqa yutib olsa bo'ladi? Sharti bormi buni? Buni sharti yo'q. Prosta Aftitsinga obuna bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Like bosib qo'yishsa bo'ldi. Akalar, ro'za Ramazon kuni sizlarga hali juda ham ko'p podarkalar beramiz. Hozir podarkalarning bittasi Premium Sportga kiramiz. 3 xil kiyim kiyamiz. Ya'ni 1-nomer, 2-nomer, 3-nomer. Qaysi birini olganimizni topsanglar, sizlarga boshdan oyoq Premium Sportdan hadya bor. Ketdimi? Bu ko'pchilikni orig'lik tarafi deb o'ylayman, chunki farzand otaga o'xshagisi keladi, ota ham farzand bilan bir xil kiyim kiyib yurgisi keladi. Xullas, ko'p joydan men topolmasdim, ota o'g'il bir xil kiyim kiygisi keladi. Nima deysan, bolam, yoqdimi? Boshi yumshoqligi yoqdi, rangini qaraydi, zo'rligini sizlar ham kelib ko'ringlar. Premium Sportni 5-filiali qayerda deysizlarmi? General Zohidda akalar, Visol to'yxonasiga yetmasdan shundoq qo'ldi. Qaysi birini tanladi u? Yozib qoldiringlar. Akalar, men har ko'zda Ferrari bo'lmasin, gazini bosinglar.